Nima qilishim kerak menda o'xshashiga hech kim ishonmasa. Davay bugun shuni hal qilamiz. Bitta bilet universalniy maslahat bor. Bu metod bilan sizlarni hech kimdan hech qanaqa yordamni kutmaslikka, hech kimni hech nimani eshitmaslikka, to'liq yipash qilishga, bilet hayotda охренительный yutuqlarga erishishinglarga yordam beradi. Tayyormisizlar? Unda eshtinglar. Bu metodda nomi bilet. Sen ham hech kimga ishonmagin. Bu to'yz qara. Kimdir senga aytsa, "Men senga ishonmayman. Senda hech nima o'xshamaydi" desa bilet. Sen bo'g'ilib, siqilib, bilet, rostdan menda hech nima o'xshamaydi. Menga kimdir podдержкасы kerak, menga kimdir yordami kerak, meni qo'llab-quvvatlashlari kerak deb bilet. Sinib borasan, to'g'rimi bilet? Sen ham xuddi shunaqiga. O'sha senga ishonmagan o'rtoqlaringga, sinfdoshlaringga bilet, qarindosh urug'laringga bilet, qo'ni-qo'shnilaringga, foqi kimga bo'lsa ham bilet. Aytgan, "Men ham senlarga ishonmayman. Senlarda ham hech nima o'xshamaydi. Senlar ham foydasiz ishlar bilan shug'ullanyapsan. Hamma latnasan, tup qo'ysan, to'g'rimisan deb bilet, gap bilan sichib tashlab, depressiyaga tiqib olganmasini bilet." Deganlar, men hazillashyapman. Agar kimdir sizlarga aytsa, "Senda hech nima o'xshamaydi" desa, prosta o'rta barmog'inglarni ko'rsatinglar-da bilet. Aytinglar, "O'rtoqlar, arrivederci" deb bilet. Men yaqin 1 yil ichida shunaqa pizdes ko'tarilaman, hamma xuyet qilib qolasan deganda bilet. O'zingni qo'lga olib bilet. Yebash qilishni boshlaginda bergan va'dangni ustida chiqqan bilet.